Robiya ko'zlarini ochib, zulmatni his qilgan o'sha lahzada Komilning yuragida yangi bir qo'rquv paydo bo'ldi. Boshqa tomondan esa Samiraning ayyorligi yana barchani hayratda qoldirishga tayyor turibdi. Keyingi qismda Robiya ko'rish qobiliyati qaytmayotgani sababli qattiq tushkunlikka tushadi. Komil esa har qanday holatda ham unga dalda berishga urinadi. Shu bilan birga uydan haydalgan Samira taslim bo'lmaydi va Nodirning oilasiga qarshi yangi reja tuzab, yana o'sha uyga qaytishga harakat qiladi. Boshqa tomonda esa Matluba Qoshimjonni Marjonadan ajratish uchun Komilnikiga borib, butun oilada katta janjal chiqarishi mumkin bo'lgan qarorni aytadi. Jamila ham nihoyat Shohruxning haqiqatini bilgach, keskin bir qaror qabul qilish arafasida qoladi. Ammo eng katta savol shuki, Robiya yana qayta ko'ra oladimi yoki bu xonadonni hali yana yangi sinovlar kutyaptimi? Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shuningdek, yangi videolardan birinchi bo'lib xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqchani ham yoqib qo'ying. Barcha prediksiyalar faqat shaxsiy taxminlarimizga asoslangan bo'lib, asl voqealar bundan farq qilishi mumkin.